Assalomu alaykum aziz obunachilar. 35-turimizda gilamli prizlari Cobalt avtomobillarimiz mana topshiryapmiz bir-bir. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Sizmisizlar? Qayerdan keldinglar? Farg'onadan Yozyovondan. Yozyovondan. Kim o'ynagan o'yinimiz? Ukam. Mana ash kun telefon qilgandir akam, ha? Nima dedi telefon qilib? Yetdim mashinada. Kechqurun telefon qilishibdi. Uxlab qolgan deydi. O'sha kuni endi uxlab qolgan ekanda. Yutdim, Cobalt yutdim, borib olib keling dedimi? Ha. Siz ukasi bo'lasizmi, akasi bo'lasizmi? Akasi. Akasi bo'lasiz. Mana aziz obunachilar, 35-turimiz gilamli priz Cobalt avtomobilda mana akamizni qo'llariga topshiryapmiz aka. Yaxshi kunlarga mining. Rahmat. Doim tagidan shamol o'tib tursin. Rahmat. Bir musofirlar yetilaylaringiz bo'lsa. Hammaga shunaqa prizlar nasib qilaversin. Alloh akbar. Aytganingiz kelsin. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kim bo'lasiz? Rahmat. Akasi bo'laman. Akasi bo'lasiz. Lutfullajonda. Bana aytgandir Lutfulla akam. Cobalt yutib oldim deb. U ham niyat qilib borgandida nimaga Rossiyaga? Bitta mashinam bor, ustiga qo'yib turib nima olaman deb. Cobalt olaman deyotdi. Alloh mana nasib qilgan ekan. Xudoga ming marta shukr. Aytganingiz kelsin. Endi Cobalt o'zi yangi berdi. Xudo xolasa. Aka, rahmat, sog' bo'ling. Doim shunday xursand Rahmat. Salomat yaxshi kunlar ko'rishni nasib qilsin. Mana aziz obunachilar, ikkinchi avtomobilimiz. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Keling, mandaroqqa chiqing endi. Qayerdan keldingiz? Astakan Labgardan mahallasidan. Labgardan. Kim o'ynagandi o'yinni? O'g'lim o'ynagan. Va telefon qilgandir akam. Telefon qilib dadam mashinaga yutib oldim. Tabriklayman demang, sizga podarka dedi akam. Podarka. Mana aziz obunachilar, akamiz mana dadasiga Cobaltni podarka qilyapti. Doim sog' bo'ling. Sizlarga baraka bersin. Rost aka. O'ynanglar, haqiqatda. Sog' bo'ling. Doim mana xursand bo'lib yuring. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Yaxshi kunlarga mining. Keling endi. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Bari akamiz telefon qilganmiz. Akam telefon qildi, akam o'ynab Cobalt yutib olibdi. Mana ishonchli ekan, o'ynanglar, yutinglar. Xursandchilik bo'ldi. Xudoga shukr, bizga ham nasib qildi. O'ynab kelasdik. Obunachilarga to'shagan pullarga rozi bo'lsin, yana o'ynashda davom etsin, hammani omadini bersin. Yaxshi kunlarni ko'rish yana rahmat katta, sizlarga ham sog' bo'linglar. Assalomu alaykum xola. Assalomu alaykum aka. Sizmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi kelib oldinglarmi? Sizmisizlar? Qayerdan keldingiz xola? Qashqadaryo oblastidan Mirishkor tumanidan keldim. Kim o'ynagandi o'yinni? O'g'lim o'ynagan, Rossiyaga ishga ketuvdi. Bar telefon qilgandir sizga kechpay. Boshlangandan buyon o'ynab kelaychiydi. Telefon qilib nima dedi? Telefon qilib xursand, Cobalt yutdim dedi, xursand bo'ldik. O'zingiz borib olib kelasiz dedi. Ha, o'zingiz borasiz, ona dedi. 14 soatga keldik shu yerga. Rahmat. Katta Qiynalmadingizmi? El xizmatiga bo'linglar har doim. Aytganingiz kelsin. Hammaga yuqsin iloyim. O'yinlarimiz to'xtamasin, davom etaversin. Rahmat. Mana aziz obunachilar, akamizni onalarini qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga mining. Rahmat. Doim tagidan shamol Katta rahmat. Boringlar ilohim. Rahmat. Kuylagan. Xudo xolasa. Katta rahmat. Akamga ayting endi kelaversin. Ha, keladi. O'ynaydi, davom ettiraveradi. Xudo xolasa. Aka kim bo'lasiz siz? Bu ham o'g'lim. Ha, akamizni ukasi bo'lasiz. Telefon qilgandir baribir. Shunday tabriklar qo'ydim, xursand bo'lib o'tibdi. Xursand bo'lib, yaxshi yetib oling aka. Yaxshi kunlarni Katta ko'rish nasib rahmat. qilsin. Rahmat katta. Xo'p, sog' bo'linglar. Mana aziz obunachilar, oxirgi Damas avtomobilimiz 29-turda yutganda akamiz o'zim borib olaman deb niyat qildi, mana keldi. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Elanma kelib oldingizmi aka? Ha, assalomu alaykum. Ammo 15 kunmi, 20 kun saqladim Damas. Shunday, rahmat sizlarga. Qayerliksiz aka? Buxorolik. Buxorolik. Qaysi shaharda edingiz? Bitirda edim. O'zim borib, o'zim minib ketaman. Kecha keldingiz aka? Kecha kelib tushdim. Mana aziz obunachilar, akamizni o'zini qo'llariga topshiryapmiz aka. Yaxshi kunlarga mining. Sizlarga doim sog' bo'ling. Siz ham sog' bo'ling, atrofdagilar ham sog' bo'lsinlar. Musofirlarga yaxshi. Musofirlarga nima deymiz, yaxshilarga. Shu topgan tutganlar to'y tomoshalarga kelsin, u obunachilar hammasiga nasib qilsin shunaqa katta yutuqlar, sizlar ham ishlaringizni Xudo baraka bersin. Aytganingiz sog' bo'ling. Yaxshi kunlarni ko'rish nasib qilsin. 35-turimiz gilamli prizlar mana $10,000 olgan akalarimiz keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum xola. Siz qayerdan keldingiz aka? Toshkent viloyati. Toshkent viloyati. Kim o'ynagan o'yinimizni? Bilan o'ynadi. Zafar bo'lan. Bari eshitgandir, siz yutib oldim degandir. Ha, eshitdik, xursand bo'ldik. Xursandchilik bo'ldim, borib olib kel dedi. Olib kel dedi, endi shuni olib keldik. Ishonch oldim aka. Ishonch albatta bo'ldi. Mana aziz obunachilar, 35-turimiz gilamli prizi $10,000 akamiz qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin aka. Bir musofirlar yetilaylaringiz bo'lsa. Shu musofirlikda yurgan hammalarga baxt saodat bersin. Shu pul
o'yiniga tikib yutolmaganlar rozi bo'lsin. Ularga ham nasib qilsin ilohim. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Undan ko'p nasib qilsin ilohim. Sizga ham rahmat. Xola kimi bo'lasiz? Men jiyanim bo'ladi. Ha. Jiyanim. Eshitgandirsiz, aytgandir. Ha, aytdi. Xursandchilik Rahmat bo'ldi. sizlarga ham. Sizga ham rahmat. Buyurib nasib qilsin unga ham, sizlarga ham. Aytgansiz, ya. Sizlar ham bitta nimani ko'nglida ko'taribsizlar shunchalik. Rahmat sizlarga ham. Sizga ham rahmat. Yaxshi Ishlaringga yetib omadini olasizlar. bersin. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum opa. Siz qayerdan keldinglar? Andijon Buloqbosh. Buloqbosh. Kim o'ynaganda o'ynaymiz? Tog'am o'ynagan. Va telefon qilgandir. Ha, Nima dedi telefon? Shu plyut oldim deb olib keldim. Xursandchilik bo'ldimi aka? Xursandchilik bo'ldi. Doim shunday xursand bo'lib yuraverdilar. Mana aziz obunachilar, 35-turimiz Glavniy prizi $10,000 mana akamiz qo'llarga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin aka. Bir musofirlarga bartog'ingiz ham ko'radi o'zi. Ha, musofirdagilarga sog' salomatlik bo'lsin tilayman. Barcha ishlariga omad yor bo'lsin. Keyingi turlarda yana ham boshqalar yutishini tilayman. Rahmat. Kelavering deng endi. Ha, keladim endi. Oz qoldi o'zi. Assalomu alaykum opa. Alaykum assalom. Kim bo'lasiz? Meni ukam bo'ladi, bu yutgan bola. Ha, eshitgandirsiz telefon qilgandir. Telefon qildi, xursand bo'ldik. 23-yili shu 15-may kuni 12 yutgandi. Sizlar chempion ekansizlar. 12 oluvdik 15-may kuni. Mana 25-yilda $10,000 pul yutibdi. Rahmat sizlarga ham, tanijoninglar sog' bo'lsin, omadinglar bersin sizlarga ham, musofirlarga ham. Alloh o'zi hamisha qo'llasin. Sog' salomat bo'lsin hammalari. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar, salomatchilikda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Siz sog'ingiz yaxshimi? Siz qayerdan keldingiz? Biz bosgandan aka. Andijondan bosgan. Kim o'ynagan? Dadam o'ynagan edi. Bar telefon qilgandir shu. Ha. Nima dedi? Shu pul yutib oldim dedi. Xursandchilik bo'ldimi? Albatta aka. Aka jamoasini har doim o'ynardik. O'tgan safar ham o'ynadik, yaxshi nimaga ilashib qoldik. Prizga. Endi xudo xolasa mana yana nima bo'ldi? $10,000 chiqdi. O'ynanglar, musofir yurganlarga hammaga omad, hamisha sog' salomat bo'lsin. O'ynasin aka jamoasi. Hamishalik zo'r jamoada. Hamma yo'q, chotki. Mana aziz obunachilar, akamizni o'g'illariga topshiryapmiz aka. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin. Xo'p aka. Sizlarga ota-onam ko'radi bir. Sizlarga ham, dadamga salom, dada, o'zingiz ehtiyot qiling. Hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aka, rahmat. Yana ko'rish nasib Xudo xolasa. O'zingiz ehtiyot qiling. Mana aziz obunachilar, 36-turimizni Glavniy prizi Donfin avtomobilimizni akamiz yutgandi. Mashinani olishni istamadi, mana pulini olishni istadi. Assalomu alaykum aka, tuzimsiz? O'zingiz keldingiz, o'zingiz o'ynagansiz. Qayerdansiz aka? Surxondaryodan. Surxondaryodan. Qaysi shaharda edingiz aka? Qumqo'rg'on, Tverda edim, Rossiyada. Tverda. O'zim borib olaman deb niyat qilgan ekansiz. Aziz O'ropda aka. Qachon keldingiz? Kechami? Kecha keldim. Mana aziz obunachilar, Glavniy prizni mana akamiz qo'llarga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin. Rahmat. Tilaylaringiz bo'lsa, Hamma rozi bo'lsin, o'yna pul tutganlardan. Hammaga nasib qilsin. Hammaga omad. yana ko'p yutish nasib qilsin sizga. Hammaga nasib. Xudo xolasa keyingi safar o'zim boraman aka. Omadingiz bersin. Yaxshi kunlarda ishlating. Xo'p. 35-turimiz Glavniy prizi Cobalt avtomobilimiz mana akamiz keldi olgani. Assalomu alaykum aka. Sizlar sog'ligingiz yaxshimi? Aka kelib oldinglarmi? Sizlar qayerdan keldingiz aka? Andijon viloyati Balash tumanidan keldi. Kim o'ynaganda o'ynaydingiz? Ukam o'ynagandi, Rossiyada turib. Telefon qilgandir akam. Telefon qildi, endi o'zi xursand. Endi yaxshi niyat bo'lsa, yilda boshida ishlagan ketgandi, mashina olaman deb, mana Xudo omadini berdi, Allohning o'zi yetkaz niyatiga. O'yin rost ekan, shu musofir yurgan obunachilarga tavsiya qilib qolaman. Omadlarini bersin inshaalloh. Mana aziz obunachilar, akamizni, akalarning qo'llariga topshiryapmiz aka. Yaxshi kunlarga mining. Doim tagina shamol o'tib. Nimaki yaxshi niyatingiz bo'lsa, niyatingizga yetinglar. Aka bir musofirlarga tilaklaringiz bo'lsa, musofirdagilarga tilaklarim hamisha endi avvalo inson bir joyga boradigan bo'lsa, bir yaxshi niyat bilan borishadi. Uy-joy qilaman, to'y qilaman, mashina olaman deb. Hamma musofirlarimiz omadini bersin. Kimki nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa, niyatlarga yetaversin. omadlarini yana ko'rish nasib qilsin. Xudo xolasa akazamlar. Kim bo'lasiz? Assalomu alaykum. Akam bo'ladi. Bari eshitgandirsiz. Rosa xursand bo'ldik. Rosa xursand bo'ldik. Rahmat sizlarga ham mana. Sizlarga ham rahmat. Hammaga mana shunaqa Cobaltlar, mashinalar nimaki niyat qilgan bo'lsa, hammasini erishsin hammasi. Rahmat. Yaxshi kunlarga mininglar. Sog' salomatchilikda ko'rishaylik. Hozir boramiz, nomimizga natasi chiroyli qilib o'tkazib jo'nataveramiz. 35-turimiz Glavniy prizi mana Cobalt avtomobilimizni yutgan ekan akamiz. Cobalt olishni istamadi, mana pulini olishni istadi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum opa. Qayerdan keldingiz aka? Qashqadaryo Kitobdan keldim. Kim o'ynagan o'yningiz? Akamiz o'ynaganlar. Va telefon qilgandir. Ha,
Nima dedi? Telefon qildim shuni yetdim dedi. Xursandchilik ha aytganishdan. Tilanma kelib oldinglarmi aka? Yaxshi xudo ishga yaxshi. Mana aziz obunachilar, akamizni omonatini topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Hech qachon tugamasin. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham katta rahmat. Aytgansiz. Omadlaringiz kelsin sizlardan. Nimaga niyat qilgan niyatlaringizni yetingizlar. Hammamizga yaxshi niyat. Aka-ukalar o'yindiga ham, musofir yurganlar ham sog' salomat kun yursin. Hammamiz xudo omadini bersin hammasini. Sog' bo'lsinlar. Sog' bo'ling. Opa kim bo'lasiz siz? Yangam bilan oilasi. Sizga birinchilardan telefon qilgandi. Ha, shu birga o'ynadik hammamiz. Sizlar chempion ekansizlar. O'tgan yil O'tgan yutdik lekin, Arlonda yutdik. Arlonda o'zlari Abdurasul aka o'zlari olib borib kelganlar. Baraka topsinlar. Mana bu yil nasib bo'lsa mana Kobat yutdik. Xudo ziyoda qilsin. Hammamizga nasib qilsin. Aytgansiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling, yaxshi yetib olinglar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizda aziz obunachilari, musofirdan kuzatayotgan aka-ukalar va opa-singillar. Sizlar bilan men Abdurasul, aka-uka rozg'ish kanalining admini bo'laman. Bilasizlar, 4 yildan beri faoliyatimizni olib boramiz va juda ko'p avtomobillarni o'z egalariga topshirdik. Buni ko'rgan, eshitgan, musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimiz o'yinda ishtirok etishni xohlashyapti, afsuski tushunmasdan biz nomimizdan ochilgan soxta kanallarga aldanib qolyapti. Shuning uchun iltimos shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Hamma ma'lumotlarni qisqacha tushuntirib o'taman. Birinchi bo'lib o'yinda ishtirok etish uchun biz original Telegram kanalimizni topishga to'g'ri keladi. Hech qachon Telegramga kirib aka-uka deb istamanglar, sababi biz nomimizdan ochilgan o'nlab soxta kanallar bor. Biriga bo'lmasa biriga aldanib qolasiz. Shuning uchun nima qilasizlar? Shu ko'rib turgan QR kodda akalar, sherigilar telefonni kamerasini yoqib turishni QR kodga yaqinroq olib kelsanglar, avtomatiski akalar shu QR kodni saqlanib qiladi va Telegramga avtomatiski o'tib ketasizlar. Undan keyin akalar Telegramda hamma ma'lumotlar beriladi. O'yinga qachon start berilaman, nechinchi tur ketyapti, bilet bahosi necha pul va qaysi kartaga tashlash kerak, hamma ma'lumotni голосовой akalar tushuntiraman. Birinchi yozma ravishda bo'ladi va pastida eng muhimi karta raqam qo'yilgan mahal обязательно aytaman kim deb chiqishini. Polniy 16 ta raqamni o'qiyman, karta raqamni o'qib turib, Shukurullo Isroilov deb chiqadi karta raqam yoki Valajon Shamshiyev yoki Ozoda Nursaidova deb chiqadi deb turib, podrobno akalar tushuntiraman. Ungacha pul tashamanglar, iltimos tanish-bilishlarga ham yetkazib qo'yinglar. Qachonki og'zaki video tarzida men kartani egasini rasmini va karta raqamni o'qimagunimcha pul tashab qo'ymanglar, 100% adashib qolasizlar. Akalar, Telegram kanalimizni yana bir topishda oson yo'li, YouTube ga kirasizlar. YouTube ga kirib turib, poyezd degan joyga aka-uka rozg'ish deb yozasizlar. Yozib poyezd bersanglar, meni akalar kanalim chiqib keladi. Kanalimda har bitta qo'yilgan videolar, prямой translyatsiya, final o'tkazgan jarayonlarda videolari bor. Har bitta videoda kommentariya degan joyga tushasizlar va birinchi kommentariyani ustiga bosasizlar. Kommentariyaga Telegram kanalimizning silkasini qoldirgan bo'laman. O'zi ko'k rangda ajralib turadi, jivir-jivir bo'lib, har xil harflar bilan. Shuni ustiga shunday bosasizlar, akalar, avtomatik bizni Telegram kanalimizga o'tib ketasizlar. O'zingiz tushunmasangiz, iltimos qilardim. Erinmang, shoshilmang, birorta jiyaningiz, tanishingiz, bilishingiz yoki xonadoshingiz birga yashayotgan yoki ish joyingizda birortasiga uyatmang, ayting. Men shu aka-uka rozg'ish kanalini o'yinda ishtirok etmoqchiman. Shu bola shu gapni gapiryapti deb shu videoni qo'yib bering-da, yoshlar baribir bu narsalarga usta. Siz o'zingiz ahlingiz yetmasa, tushunmayotgan bo'lsangiz, lучше riskovать qilmang. Bugunda o'zida 50 ga yaqin odam soxta kanallarga aldanib qolgansizlar. Bu narsalar kuykanimdan gapiryapman akalar. Xullas, YouTube ga kirasizlar, aka-uka rozg'ish deb istaysizlar, meni videolarim chiqadi. Har bitta videoda kommentariyasiga tushasizlar, Telegram kanal silkasi turadi. 3-4 tasini tekshiring. Aynan o'sha silka bo'layotgan bo'lsa, bilingki siz to'g'ri kanaldasiz. Hozirgi paytda 163 mingdan o'sha oshta obunachimiz akalar. Xo'sh, endi esa akalar, WhatsApp nomerda aytaman, +7 906 265 32 40. +7 906 265 32 40. Shu WhatsAppga bo'lmasa salom deb yozing, sizlarga Telegram kanalimiz silkasini tashlab beradi bolalar. Bo'ldi akalar, shu nomerdan bilet olasizlar, WhatsApp mana 3240 dan. Bu esa Telegram kanalimiz. Sizlarga boshqa hech narsa kerak emas. Telegramga obuna bo'ldingizmi? Telegramdan kuzatib boring. Akalar, Telegram kanalga obuna bo'lganingizdan keyin diqqatli bilan kuzating. Har bitta qo'yilayotgan videolarga e'tiborli bo'ling. Yutuqlar ro'yxati chiqadi, biletlar ro'yxati chiqadi, o'yinga start berilgan mahal. Misol uchun 39-turga start berildi yoziladi. Yozma ravishda. Bosh sovringa $30,000 va undan tashqari 7 dona Cobalt avtomobili. Undan tashqari akalar mayda pullar deb turib, pastiga bilet bahosi 2000 rubl, jami misol uchun 5999 dona
WhatsAppimiz +796 265 32 40. Undan keyin karta raqam. Karta raqamni 16 taligini polностью yozaman va kim deb chiqishini yozaman va og'zaki gapiraman. Karta raqamni polностью o'qiyman 16 ta raqamni va kim deb chiqishini aytaman. Shundagina pul tashlaysiz. Uzoq bilan karta 1 soat 1,5 soatga yaraydi, blok bo'ladi. Undan keyin yangi karta qo'yamiz, u ham 1 soat 1,5 soatda blok bo'ladi. 3-kartani qo'yaman, 1 soat 1,5 soatda blok bo'ladi. O'sha shu 3 ta kartani ichida bilet ham tugaydi akalar. 3 soat ichida yoki 4 soat ichida biletlar tugaydi. Shun bilan ertasi kuni o'yin bo'ladi, indini kuni keyin start beriladi. Bilinglarki, 3 kunda bir o'yin bo'ladi bu o'yinimiz. Haftada 2 marta. Shuning uchun iltimos qilardim, har doim bilet olishning imkoniyati yo'q bu o'yindagilar. O'yinga start bergan mahal 3 soatda bilet tugadi, bo'ldi. Siz endi 3 kundan keyin xabar oling. Shuning uchun iltimos kuzatib boringlar Telegramda, aldanib qolmanglar. Eng ko'p berilayotgan savollardan biri O'zbekistondan o'yinga qatnashsak bo'ladimi deb juda ko'pchiliklar yozasizlar. O'zbekistondan umuman mumkin emas. Taqiqlanadi O'zbekistonga bu o'yin. Litsenziyaga topshirganmiz, dokumentlarni qilib, qachon chiqadi Xudo biladi. Qachonki chiqqan paytda o'zim xuddi shunday video tarzda O'zbekistondan buni bu yog'i bilet olsanglar bo'ladi deb shot nomer qo'yaman, shundagina o'yinda ishtirok etasizlar. Hozircha O'zbekistonda o'yinga ishtirok etish mumkin emas. Umuman taqiqlanadi. Yevropadan ham xuddi shunday viza karta yo'q bizda. Yevropadan ham o'yinda ishtirok etishga imkoniyat yo'q. Faqatgina Qozog'iston va Rossiya akalar. Xo'sh, akalar, yana eng ko'p aldanayotganinglar men rasmimni qo'yib olib, sizlarga birortasi yozadi, telefon qiladi, aytadiki, siz aksiya o'yinimizda g'olib chiqdingiz, sizga Gentra yoki Cobalt avtomobili chiqdi. Srochno shu kartaga to'lov qiling, sizga ertaga mashina boradi. Ishonmaysiz. Birortasi sizga telefon qilib mashina yutdingiz desa ishonmang. Qachonki men bilan video vizibda 100 gaplashib, men sizni xalq ichida tabriklamagunimcha, bilingki siz hech narsa yutmadingiz. Hattoki yutgan taqdiringizda ham shu narsani bilinglar, bizda hech qanday to'lov yo'q. Mashina olayotgan paytingizda hech qanday to'lov qilmaysiz. Mashinani oldingizmi, yutdingizmi, omadingiz bersin. Bo'ldi, oldingiz ketdi. Menimcha hamma savollarga javob berib o'tdim akalar. Ha, eng kerakligi, sizga rossiyskiy kartangiz bo'lsa, dunyoda xohlagan yerda ishtirok eting. Ko'pchilik bo'ladi, отпускаga O'zbekistonga ketadi. Kartangizda rossiyskiy rublingiz bo'lsa, Sberkartadan yoki Tinkovdan bemalol pul o'tkazib omad sinab ko'rishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, siz O'zbekistondasiz, jiyaningiz yoki o'g'lingiz yoki qizingiz Rossiyada. Siz uchun bilet olib bersa ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. QR kod orqali Telegramga o'tib qo'yinglar.